Bugun yakshanba 1-fevral va barcha hijobdagi ayollarimizni kuni nishonlanadi va bu kunda sizlarga ham baxt, omad va go'zallik tark etmasin deya ertalabdan ishlarimizni boshlab oldim. Ya'ni ertalabdan sirguruchga harakat qildim va oldiga albatta chiroyligini qilib somsa xamirlarim bor edi, o'sha xamirlarni yoyib qatlamalar qilishga tushib ketdim. Yangi kelinlik vaqtimda har yakshanba oyijonim rahmatli pirashka bilan albatta qanaqadir bo'lsa ham qashib pishirtirardilar. To'yimdan keyin 15 yil xizmat qilgan bo'lsam, 15 yil har yakshanba xuddi shu ish qilardik. O'tganlarga mana 3 yildan oshibdiki, endi bu ishlarimizni qilmaydigan bo'lib ketdik. Sababi har doimgidek aytishar ekan, baribir qaynanali kelin, qarqara kelin, qaynanasiz kelin, masxara kelindi. Gap egasini topadi, yana xafa bo'lmanglar, qaynanasiz kelinlar, hazillashdim bu gapimni. Lekin baribir ishoninglar, qaynanamiz bo'lmasa o'z-o'zini juda ham qo'yib yuboramiz deya, to'g'rimi? Xohlasa qilamiz, xohlasa qilmaymiz, lekin qaynanamiz bor vaqtida har doim ertalab voqli turib ko'cha hovlilarga qarab, osh-ovqatlar tayyorlab, choylar tayyorlab, issiq ovqatlarni oldiga tutardik. Hozir go'payti dangasaligimiz ham kelib ketadi. Bugun adamiz ertalabdan turib, tura qoling oyisi, menga bugun shirguruch qilib bering, onamlarni sog'indim. Onamlar har yakshanba esingizlarmi qilib berardilar bizga deb aytdilar va shuni bahonasida turib shunaqa